Yoshlar ovozi respublika bosqichi ko'rik-tanloviga Namangan viloyatidan keldim. Namanganni Kosonsoy tumanida 3-sonli bolalar musiqa san'at maktabida 4 yildan beri opera yo'nalishi bo'yicha o'qib kelaman. Ustozim Ashurov Abdug'ofurjon domla menga mana shu operadan darslari o'tib keladilar. Bu yo'nalishga birinchi Yoshlar ovozi ko'rik-tanlovi 2022-yil bo'lganda qatnashganimdan beri hozirgacha shu yo'nalishda o'qib kelaman. O'shandan boshlangan qiziqishim tanlovda. Mana shu tanlov sababli shu yo'nalishda keldim. 3 yildan beri qatnashardim. Respublika bosqichiga chiqa olmasdim. Bu yil nasib qilib, mana respublika bosqichida qatnashgan keldim. Men shu 3 yildan beri qatnashganimda 3-chi yoki o'rin ola olmasdan viloyat bosqichidan qaytardim. Lekin bu yil ustozim bilan astoydil tayyorgarlik ko'rib, mana shu respublika bosqichigacha keldik. Tuman bosqichida o'zbek romanslaridan Sevimli yorim qo'shig'ini kuyladim. Viloyat bosqichida Bahor asarini kuyladim. Bu yil ko'p ham qiziqishim bo'lmagandi. Bu yil yana o'rin ola olmasdan qaytaman deb o'ylagandim. Umuman ishonmayotgandim. Viloyat bosqichining taqdirlash marosimida 3-o'rindan boshlashadi albatta. 3-o'rinni aytishdi. Meni ism familiyam chiqmadi. 2-o'rinda ham chiqmadi. Demak, men o'rin ola olmadim yana. Bu safar ham yiqildim deb o'ylagandim, lekin 1-o'rin deyishganda meni ism familiyam e'lon qilindi. Men rosa xursand ketdim. Bu safar ham kutmagandim. Meni onam 1-o'rin olasan deb ishonyotgandilar. Men yo ishonmayman, bu yil ham yiqilaman deb o'ylayotgandim. Menga ota-onam, ustozim motivatsiya berishdi. Bu yil Xudo xohlasa respublika bosqichiga boramiz deyishdi. Respublika bosqichiga chiqqanimni ota-onam, yaqinlarim, ustozim eshitishganda juda ham xursand bo'lishdi. Bu bosqichga ustozim bilan Bahor qo'shig'ini yaxshilab tayyorgarlik ko'rib keldik. Men respublika bosqichi sahnasida Bahor qo'shig'ini ijro etib beraman va hozir ham sizlarga ijro etib bermoqchiman. Gul ochdi bahorni asos, dashtlarni lola vaqti, yangrab uchar xush ovoz, yangrab uchar xush ovoz, bulbulning nola vaqti. Men endi bu qo'shiqni hozir sahnaga chiqib ijro etib beraman va hayajonlanmaslikka o'zimga ishonaman. Men bu yerga kelib raqiblarim kuchliligini his qildim. O'zimdan kichik ishtirokchilar ham ishtirok etishyapti. Yangi tanishlar o'tirdim bu yerga kelib. Viloyat bosqichidan chiqdi, respublika bosqichida o'rin oldi degan narsani eshitish bu o'zi baxt. Odam o'ziga motivatsiya oladi. O'shandan keyin yana o'zi bilan shug'ullanadi. Shuning uchun ham biz bu tanlovni yaxshi ko'ramiz va qayta ishtirok etaveramiz. Mana shunaqa tanlovlar ko'p o'tkazilayotgani uchun, yoshlarga ko'p e'tibor berilayotgani uchun prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman. Bu tanlov orqali o'zimning kamchiliklarimni ko'rib o'tyapman, o'zimning kamchiliklarimni to'g'rilashga harakat qilyapman. Raqobatdoshlarim bilan birgalikda asarlarni aytib ko'ryapmiz va mendan ham kuchlilar borligini ko'ryapman. Men respublika bosqichida o'zimga endi ishonaman. Bu safar ham 1-o'rin va pul mukofotini ham olib ketish niyatim bor. San'at yo'nalishiga olib kirgan akam bo'ladilar aslida. Akam tufayli mana shu san'at yo'nalishiga qiziqishim ortgan. Oilamizda san'atkorlar yo'q. Men birinchisi bo'laman albatta. Meni qo'llab-quvvatlayotgan ota-onam, buvim, buvijonim, akam, ustozlarimga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Musiqa men uchun hayot. Musiqasiz hayotda tasavvur qilish qiyin albatta. Hammaning o'zini qiziqqan yo'nalishi, kasbi bo'ladi. Men mana shu san'at yo'nalishiga qiziqib oxirigacha shu yo'nalishga ketmoqchiman. Men opera yo'nalishida ko'pincha o'zbek romanslarini kuylayman, chunki o'zbekcha romanslarga ko'proq qiziqaman. Shahnoza Yoqubjonova Umida opamga
qiziqib mana shu o'zbek romanslarini kuylayman va ular izidan ketmoqchiman. Ustozim bilan birgalikda respublika bosqichi uchun juda ham qattiq tayyorgarlik ko'rdik. Har kuni darslar bo'ldi. Menga ustozim yordam berdilar. Bundan tashqari men masofadan turib, ya'ni onlayn dars ham oldim. Bunda menga Nozima ham yordam berdilar. U kishiga ham o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman.